umr bu so'z haqida har doim eshitamiz, lekin bu so'zni ma'nosiga, zamiriga kirib ko'rganmizmi o'rtoqlar? Umrlar bor, jo'shqin xotiralarga boy umrlar bor. Aksincha, bugun sizlar bilan aynan jo'shqin xotiralarga boy umrlar haqida gaplashamiz. Barcha gulistonliklarga xayrli kun tilayman. Bugungi podkastimiz mehmoni ko'p yillik Sirdaryo viloyati Milliy bankida faoliyat yuritgan Mavlanova buvi Mariya opa bo'ladilar. Assalomu alaykum. Mariya opa, salomatmisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Daraxt bir joyda ko'karadi. Bu maqolni har doim eshitamiz. Ota-onalarimizdan, katta avlod vakillaridan, ya'ni bir joyga ishga kirsang, uzoq yillar sabr bilan ishlasang agar, ko'tarilishing ham, moslashishing ham oson bo'ladi deyishadi. Siz bank tizimida 43 yil faoliyat yuritgan xodimsiz va hozirda ko'p yillik mehnat faoliyatingizdan so'ng mehnat nafaqasidasiz. Bugungi loyihamizga ham aynan umrlar deb nom berdik, ya'ni sizni jo'shqin umringizga bir nazar tashlashga harakat qilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. Rahmat taklif qilganingiz uchun. Shogirdlarim taklif qilgani uchun rahmat deyman. Barcha sizning kuzatuvchilaringizga Ramazon oyi qutlug' bo'lsin deyman. Sizga ham muborak bo'lsin. Hammamizga muborak bo'lsin. Xayrli bo'lsin. Yoshlik chog'imdan boshlamoqchiman. Hayotda ilm kerak ekan insonga. Mana shu ilmga intilish menga motivatsiya bergan otam bo'ladi. Doimo qizim yaxshi o'qi. Qizim yaxshi o'qi. Leningadga o'qishga seni jo'nataman derdi. Shu motivatsiya menga maktabda ham oliybaho o'qishga turtki bo'lgan. Hayotimda ham ilm bo'lishga turtki bo'lgan. Bank sohasiga desam, yoshlik paytimda kelganman. Hech narsani tushunmayman. Lekin bugungi kunda ustozlarimga shu masalaga ko'tardingiz. Ustozlarimni eslamoqchiman. Hurmat bilan esga olaman. Gayvoronskaya Nadejda Dmitrievnani, Turimaratova Marika Egamberdiyevnani, Baranova Valentina Petrovnani. Ular hozir Rossiyada, Qozog'istonda, lekin doim aloqadaman ular bilan. Telefon orqali bayramlarda, tug'ilgan kunlarda tabriklab turaman. Sog' omon bo'lishsin. Allohim umrlari uzoq bo'lsin. Ustoz ko'rmagan shogird emas deydi. Haqiqatdan ham o'zingiz ustozlaringizni tilga oldingiz. Birinchi bankka xodim bo'lib ishga kirganingizda aynan ular sizni ustozlaringiz aytmoqchiman, ish o'rgatishgan. Lekin ishga kirganingizda hech sizda qo'rquv bo'lganmi? Yo'q, uddala olmayman, tortib keta olmayman, ishimni o'zgartiraman, boshqa ishda ishlayman deb qandaydir bir o'zingizda ikkilanishlar bo'lganmi? Agar shunday bo'lgan bo'lsa, ustozlaringiz qanday o'gitlar berishgan sizga va siz nimalarga e'tibor berib, aytaylik, professional bank xodimasi darajasiga ko'tarilgansiz? Qo'rquv bo'lmagan, yonimda boya aytgan ustozlarim bo'lgan. So'zlari bilan, ularning ishlari bilan menga ular o'rnak bo'lgan desam bo'ladi. Vaqti kelsa, mana yo'riqnoma bor, yo'riqnomani o'qing, o'rganing deganlarini ham eslayman-da. Bu bank mutaxassisiga eng kerakli narsa. Boshqa sohalarda xodimlar bir yo'nalishda ketadi-ku, ilmi. Lekin bank xodimi barcha sohani bilish kerak. Masalan, mijozlarimiz loyiha olib keladi. Buni bank xodimi xulosa qiladi. Misol, налог tizimida yangiliklarni bilmasa, yo bojxona tizimida banklar import kontraktlarini ro'yxatga oladi. Bojxonada qanaqa o'zgarish bo'lganlarini bilmasa, birinchidan mijozlarga qanday xizmat ko'rsatadi deyman. Kommunal to'lovlarimiz o'zgaradi bosdan. Uni, например, hisob kitobini qanday tekshiradi. Shuning uchun menimcha bank xodimi doimo izlanib, faqat ilmini
o'zgarishlardan xabardor bo'lish kerak deyman. Biz ishga kelganda rahbarimiz aytardi, sizlar bankka kelgan mijozdan bir bo'lgani tepa turinglar, baland turinglar. Bu degani past mijozni amal qilish emas, behurmatlik emas, biliming bilan. Da, sal bir bag'ani har doim baland turinglar derdi. Ularga yo'l ko'rsata turgan insonmiz. Shuning uchun biz o'sha yerda xizmat qilyapmiz. Har bir kasb egalarini o'z fazilati bo'lishi kerak. Aytaylik, shifokorlarda har doim shifo berishga, odamlar dardiga davo bo'lishga tayyor turish fazilati shakllangan bo'lishi kerak. O'qituvchilarda bilim berish fazilati. Yosh bank xodimlari o'zlarida qanday fazilatlarni shakllantirish kerakki, o'z faoliyatida siz kabi uzoq yillar muvaffaqiyatli faoliyat yuritish uchun? Men bank xodimini mutaxassis shirokova profili degim keladi. Boshqa soha xodimlari bir yo'nalishda ilm olsa, bizniklar bank xodimlari soliq boshqarma yo'nalishida, kommunal deymizmi, qurilish deymizmi, hamma sohani qamrab oladi. Bilimi shunchalik darajali bo'lishi kerak-ku, ertaga kelgan bankka kelgan mijozlarga chiroyli muomala bilan, chiroyli o'zining bilimi bilan xizmat ko'rsatish kerak. Kelgan mijoz qoyil qolish kerakda bankka. Nima uchun boyagi bankni bojxona yoki soliq yoki kommunal tizimlarni nima uchun bilish kerak? Pul bilan ishlasa bo'ldi emasmi bank xodimi? 25 yil oldin men bir bo'limda ishlagan bo'lsam, menga mana shu bular bari kerak edi. Lekin hozir hamma sohada ham shunday bo'lsa, bank tizimida ham rotatsiya degan narsa bor. Buni bilish hammaga shart. Bugun sen buxgalteriyada ishlayotgan bo'lsang, erta rahbariyat sen rotatsiya qilib turib, kredit bo'limiga o'tkazib yuborish mumkin. Ya plastik bo'limiga o'tkazib yuborish mumkin. Ana shu yerda sen biliming, ilming, olgan ilming o'zingga qamroq bo'ladi-ku. Mutaxassis shirokov profili bo'lish uchun ko'p soha yo'nalishlari bo'yicha bilimga ega bo'lish kerak. Bu ish faoliyatida mijoz tomonidan taqdim etilgan loyihalarga uni to'g'ri tahlil qilish, xulosa berish uchun kerak bo'ladi. Qaysi sohada qancha to'lovni bilsang, sen u biznes rejada hisob kitobini qanday tekshirasan? Qanday to'g'ri-noto'g'riligini xulosa berasan? Masalan, bojxonadan sizlarga loyiha taqdim etilsa-chi yoki soliq tizimidan loyiha taklif? Ham u yerdagi ham yo'nalishlarning barcha yangiliklaridan xabardor bo'lishimiz kerak. Eksport, import kontraktlarini ro'yxatga oladi xodimlar. Biznes rejaga yana qaytsam, u yerda ham soliq to'lovlarini ko'rsatadi mijoz. Olayotgan daromadidan, qilayotgan xizmatidan qancha soliq to'lovlar to'lash kerak. Ana shu hisob kitoblarni bank xodimi tekshirib bilish kerak-da. Bank xodimlariga ham qiyin, ishini yaxshi ko'rgan insonga bu ilm-ku bu. Vaqt mashinasi orqaga qaytdi va sizda o'z faoliyatingizni qayta ko'rib chiqish imkoniyati bor. Qaysi yo'nalishda ishlashni xohlar edingiz yoki bank tizimini yana tanlar edingizmi? Agar bank tizimini tanlasangiz, sababi nima? Men o'zi faoliyatimni hamshira bo'lib boshlaganman. Bank tizimiga kirgandan keyin ishlab 43 yil faoliyat ko'rsatdim. Bank tizimida o'tkazgan kunlarimni, yillarimni hech narsaga almashtirmayman. Shu yerda men ustozlar ko'rdim. Shogirdlar tayyorladim desam bo'ladi. Hurmat, izzatga loyiq bo'ldim. Halol xizmat qilib vatanimga, viloyatimga xizmat qilgandan faxrlanaman. Men bu tizimni qaytadan boshqa tizimga almashtirmayman. Uzoq yillar mehnat faoliyatini olib borgan xodimlar har doim o'z ish joyidagi yaxshi xotiralarni eslashadi. Sizda qanday xotiralar bo'lgan bu yillar davomida? Xotiralar ko'p. Lekin savolingizga bir xotiramni eslab moqchi edim. Viloyat hokimimiz
Erkinjon Turdimov institut tugatib bo'limga ishga kelganini eslasam. Mana shu yigit hayot davomida, ya'ni boya ilmga qaytamanda, ilmli bo'lgani uchun bank tizimida faoliyat ko'rsatdi. Birga ishlagansizlar. Birinchi yil bo'limda ishlagan. Navoiy viloyatida bank tizimida ishladi. 3 viloyatda hokim bo'ldi. Kuchli inson. Bugungi kunda bizning viloyatga hokim bo'lib kelganga birinchi bo'lib men xursand bo'lganman. Bunaqa inson, tanigan insonim kelgani uchun ko'p narsaga o'zgartirish kiritish, Islohotlarni yaxshi olib boryaptilar. 100% ishonaman. Hozir nafaqada men ko'chaga kam chiqaman, lekin chiqqan paytda juda xursand bo'laman. Shaharimiz o'zgargani, ko'chalarimiz, binolar, e'tibor, tartib, intizom ko'chalardagi. Xursandman. Bu bari mana shu men bilgan insonim qilayotgan natijasi bo'lsa kerak. Bu kishiga viloyatdagi barcha mutaxassislar, barcha aholi yordam berib, ko'mak berishimiz kerak. Bu bizning shahrimiz, bizning viloyatimiz. Qanday chiroyli bo'lsa, ko'ngling yayraydi, bilmadim. Men xursandman. Mana yangi avtobuslarni ko'rib shunday xursand bo'laman. Hech qanday bo'ladi. Ko'rik. Bilmayman desam. Mana kursdoshlarim, sinfdoshlarim bari cheklanadi. Chetda kelinglar deyman, ko'ringlar Gulistonni deyman. O'qigan paytimizda qanaqa Guliston, bugun qanaqa Gulistonligini ko'ringlar, qanday chiroyli bo'lgan. Shahrimiz chindan rivojlanib, chindan ham chiroyli bo'lyapti. Guliston degan nomiga mos deyman. Bu kishining hissasi borligidan, bu kishini men taniganimdan xursandman. Hozir menga esladi. Eng kuchli xotiram shu bo'lsa kerak. Rahmat sizga. Bank deganda inson xayolidan pul, valyuta aylanishi aniq. Bankda ishlash qaysidir ma'noda insonni sabrini ham, qarashlarini ham, boylikka bo'lgan, pulga bo'lgan qarashlarini ham sinovdan o'tkazadigan tizim hisoblanadi. Va siz bu tizimda uzoq yillar halol mehnat qilgan insonsiz. Hozir bankda faoliyat yuritayotgan xodimlar, bankka endi ishga kirayotgan xodimlarga o'z sabrini, valyutaga, pulga bo'lgan munosabatlarini qanday jilovlashni yoki bo'lmasam qanday toblashni o'rgatgan bo'lardingiz? Qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz bu borada? Bir hayotiy iboram bor. Мы банкиры всегда ворочаем чужие деньги на бумаге. Kerak bo'lsa million bilan. Bu pul seniki emas. Xalqniki deymizmi, mijozniki deymizmi? Davlatniki bu. To'q ko'z bilan qarash kerakda. Xursand bo'lish kerak. Qanchalik mijozlarimiz boyisa, qanchalik pullari ko'proq aylansa, sen mana shu yerda bankda ishlab, faoliyatingni yuritib, ilmingni oshirib aniqsang, sening bizning bank tizimlarida ham doimo oyliklarni oshirib keladi. Bugun qo'lingizda bor, lekin ertaga bo'lmasligi mumkin bo'lgan eng qimmat ne'mat siz uchun nima? Tinchlik, xotirjamlik. Har bir ko'rgan tongim, har bir ko'rgan kunim men uchun boylik. Atrofimdagi yaqinlarim, oila a'zolarim sog'ligi men uchun boylik. Bugungi kunda o'zimga eng katta boylik sog'lik deb o'ylayman. Bu Mariya opa, mana telefon. Va bu telefondan o'tmishga faqatgina birgina insonga qo'ng'iroq qilish imkoniyati bo'lsa, kimga qo'ng'iroq qilgan bo'lardingiz? Onamga. Shu kunlar juda sog'inganman. Muloqotda bo'lgim keladi. Maslahatini olgim keladi. Hayotimdagi qilgan xatolarimni sirlashim keladi. Boshqalarga aytolmagan sirlarimni onamga aytgim keladi. Ona deganda katta tushuncha. Mana onalar sog' bo'lsin. Borligida hurmat qilsin. Hurmatlarini joyiga qo'ysin. O'zim bolalarimga aytaman, bugungi kunda menga bitta gap kam, ikkitasi ko'proq qiladi deb. Shuning uchun ko'ngliga har bir farzand ko'ngliga joy topsin onasini. Shunday hayotlarida bir kun savol berganda ular ham shunday javob bersin, berishlarini xohlardim.
Bu Mariya opa, keling bir interaktiv kichkinagina o'yin o'ynaymiz. Ya'ni siz bilan baxt formulasini tuzib chiqamiz. Men bir nechta so'z aytaman, siz o'z baxt formulangizni yaratasiz. Albatta ichlardan tanlab. Tayyormisiz? Oila, Qo'shaman. salomatlik, Qo'shaman. pul, Yo'q. nega? Pul baxt keltirmaydi. Yashashimiz pul-ku. Qanday bir qismi ehtiyojimiz uchun kerakdir, lekin katta ma'noda baxt keltirmaydi. Daromad, Boya savolga javob bergandek javob berardim. masalan, qaysidir qismi hayotimizga kerak qismi, to'g'rimi? Umumiy ma'noda ko'p emas demoqchisiz. Shunday demoqchiman. Boylik, Boylik men uchun bu ilm. Bugun ko'p gapirdim bu so'zni. demak sizni baxt formulangiz Oila, sog'lik va ilm. juda ham yaxshi. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling. Yoshlarga bir jumla bilan eng muhim maslahat berganingizda nima der edingiz? 40 yil ishlaydimi bankda, bir asr ishlaydimi? Faqat ilm darajasini yuqori ko'tarib, yuqori bo'lishga intilish kerak. Ilmli bo'lsang, u har doim senga hamroh bo'ladi. Har xil vaziyatda chiqib ketasan vaziyatdan. Menimcha ilmli inson kuchli inson deb bilaman. Bizim uchun. Viloyatimiz yoshlariga istagim ilmli bo'lsin. Ilmli bo'lishiga doimo intilsin. Ilmli inson doimo kuchli inson deb bilaman men. Bank tizimida shuncha yil faoliyat ko'rsatgan bo'lsam ham ilm darajam 100% deb aytolmayman. Bank xodimlari, yoshlarimiz ilmli bo'lish kerak. O'zgarishlar ko'p. Yo'riqnomalar ko'p. Qonunlarimiz o'zgaradi. Doimo o'rganib o'zining ryukzak deymizmi, bagaj ilmini to'ldirib yurish kerak. To'ldirmasang hayotdan qolib ketasan. Atrofdagilardan orqada qolasan. Bu gaplar birinchi navbatda bank tizimidagi yosh yigitlarimizga, qizlarimizga da'vo qilaman. Boya vek живи, vek учись degan ishora bilan yashab yursin. Umr bir marta beriladi insonga, o'rtoqlar. Bu gapni juda ham ko'p bora eshitamiz, lekin bitta zo'r maslahat beraman. Bugun shunday yashangki, vaqti kelib ortingga qayrilib qaraganingizda hayotingizda jo'shqinlik, baxt to'la bo'lsin. Hech ham afsuslanmang yashab o'tgan hayotingizdan. Asosiysi baxtli yashashdir. Sizlar bilan podkast loyihasida ekobloger Muzaffar Umarov bo'ldi.